Salom do'stlar, sizlar bilan Boburbek Dilesek kanali. Bugun videomizning 3-qismi. Mana bu akkaunt birinchi qismida shu o'yinchilarni oluvdik, ikkinchi qismda kuchaytirdik va keyingi qism bu Carvajalni sotib olamiz. Real Madridning hozirgi kunda qanot o'yinchisi, himoyachisi bo'ladimi? Men bizlardan ham bajarib oluvdim. Qidiruvni bosuvdim va bu o'yinchimiz chiqdi. Hozirda holati yaxshi. Bemalol olib qo'yishimiz mumkin. Narxlari ham mana ko'rsangiz ancha arzon qilib qo'ygan. Xo'p, mana o'sha akkauntimiz ancha o'yinchini sotdik. Endi Vartabonga biroz yiqyapmiz. Xo'p, bu o'yinchini sotib olamiz. Chunki komandamizga bitta Gyökeres'dan boshqa o'yinchi yo'q. Shuning uchun bu oddiy ma'lum o'yinchilar umuman yordam bera olmayapti. Va bu Carvajalni full qilayotgan payt bilan sotib olish kerak, chunki bu o'yinchilar ham kuchayib ketadi agar to'liq komanda Vartabon bo'lmasa. Shuning uchun Carvajalni sotib olamiz. Qanunda boshladik. Voy, o'yinchi to'lib qolgan ekan, hozir bir kimlardir sotib olamiz. Xo'p. Kim bor? O'yinchi sotmaslikka Vartabonni mayli bitta Vartabonni sotib olamiz. Va Carvajalni men umuman ko'k shunaqa o'yinchilar olmayman. Çok fazla ikili mücadele kazanır ve gerçekten top kazanma konusunda mükemmeldir. Bu hırslı takım yeni transferlerini sergiliyor. Türkçe anası. Ana Carvajal. Shunchaki bomba o'yinchi va olmoslarimiz ham anchagina. Endi bu o'yinchi kerak emas. Va mana biz Carvajalni oldik. Carvajalning statistikasi shunchaki bomba. O'zini joyini zo'r deya o'zini joyiga qaraganda zo'r ham deya olmaymiz, chunki Hakimi, Kunde ular bundan ancha kuchli, Llorente. Lekin bu yoshida lekin kuchi ancha yaxshi. Mana pas berishsa masalan 81. Bu juda ham yaxshi natija. Mana unga qo'ysak bo'ladi. Yarim himoyachiga. Qanotga lekin sal qiyin. Yarim himoyani yaxshigina ushlab beradi. Tezligi lekin sal past, lekin pas berish yaxshi. Uniki yoki resh emas. Akkaunt ancha yaxshi bo'lib qolyapti. Men anavi ham qildim. Stadionni kuchaytirdim, shuning uchun pul kam bo'ldi. Va mana va'da qilganimdek tez video chiqaryapman. Va endi buni men Carvajal chiqishini aniq bilmadim. Mana bundan shunchaki mana shu 650 tangalikni shunchaki sovg'a qildi Dalese. Ya'ni men mashina o'ynab oluvdim, shunga bir bosdim, Carvajal chiqdi. Va buni oldim. Juda ham yaxshi va sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Boburbek Dilesek. Mana buni ham bosamizmi obunachilar? Keyingi videoda albatta mana shuni bosgan bo'lamiz.